Assalomu alaykum barchaga. Biz geometriya bo'limida kosinus va sinuslar teoremasini ko'rsatmoqchimiz. Kimgadir foydali bo'lsa, hisoblaymiz. Hop, birinchi kosinuslar teoremasini isboti. Bizga ixtiyoriy uchburchak berilgan bo'lsin. Ixtiyoriy uchburchak A, B, C. Bilamizki, uchburchakka nuqtalar alfavitni, lotin alfavitini katta harflar bilan bo'lgan. Tomoni kichik harflar bilan A, B, C. Hop. Mana shu uchburchakka balandlik tushiramiz. Balandlik 90 gradus asosida tushadi. Hop. Mana bu burchak alfa desam, mana shu HC tomonga tushirilgan balandlik. Hop. Mana shuni mana bu x masofa bo'lsa, bu c minus x masofa bo'ladi. Mana shu x masofadan c ayirib mana bu masofaga chiqadi. C x masofa. Hop, boshladim. To'g'ri burchakka qarshi sankini gipotenuzaga nisbatan kosinus aniqlanadi. Kosinus alfa teng x taqsim b ga. Mana shunday x topadigan bo'lsam, x teng bo'ladi kosinus alfa ko'paygan b ga. Mana shu to'g'ri burchak uchun katetlar kvadratlarini yig'indisi gipotenuzlar kvadratiga teng bo'ladi. Hop, x kvadratiga plus h c kvadratini qo'shgani b kvadratini beradi. Hop, h c kvadratiga plus c minus x katet c minus x kvadrat teng a kvadratini beradi. Hop, mana shu formuladan foydalangan holatda mana shu sistemani ayiradi. Ayirishdan hop x kvadrat minus h kvadratdan h kvadrat c ayirsa 0 beradi. Minusdan c minus x ning kvadrat qoladi. Hop, b kvadrat ayrilgan a ning kvadratiga. Formula chiqadi. X kvadrat minus hisoblatish formulasi c minus 2x plus x kvadrat teng b kvadrat minusdan a kvadrat. Minus ta'sir qildirsam x kvadrat minusdan c plusdan 2 c x minus x kvadrat teng b kvadrat minusdan a kvadratga. X kvadratdan 0 berib ketadi. Mana shu minusdan c plusdan 2 c x teng b kvadrat minusdan a kvadratga. Minus chiqarib minusiga bo'layorsam c kvadrat qolib ketibdi. C kvadrat minus 2 c x teng a kvadrat minusdan b kvadrat bo'ladi. B kvadrat barobarini o'tkazsam a kvadrat teng b kvadrat plus c kvadrat minus 2 c ko'paygan x. X nimaga teng edi desa, kosinus ko'paygan b ga teng. Hop, b kvadrat plus c kvadrat minus 2 c x o'rniga kosinus alfa ko'paygan b ni qo'yib, mana shuni soddalashtirib yozadigan bo'lsam, a kvadrat teng b kvadrat plus c kvadrat minus 2 c b kosinus alfa. Mana shu ko'rinishlardagi formulalar isboti yana kimlarga qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz, siz aytgan formulalar isbotini qilishga harakat qilamiz.